Ayollarimiz erlarni ikkinchi ro'zg'or qilishlariga o'qiydigan savol bo'lsa ekan bu, katastrofa bu. Ayollarimiz erlarimizni ikkinchi ro'zg'or qilishiga qattiq qarshilik qilyapti. Ha, xo'p desin. Aytadi, men senga harimmadim deydi-yu. Ular qoniga yozilgan, er bermoq, jon bermoq deb. Men katta ketganingizda baribir uylanolmaysiz, ovora bo'lmang. Buni javobini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Tinchlik kerak bo'lsa, bitta mashinani yaxshi remont qilib meni yuraverish kerak. Yaxshi benzinni quyib, chexol polini zo'rini qilib, ang'illatib meni yuraveradi. Shariatda nima deyilgan juda yaxshi bilasizlar o'zi. Shariat to'g'ri, shariatda lekin majburiy amal basda sheti ham bor. Nima deb peshyapti ekan? Bitta ayol kelib, shu eri uylanib, endi qaramay qo'yibdi-da. Shu masjidimizga keldi. Endi ikkinchi mashina bilmayman qiziqarli tuyulganmi? Ular birinchi mashinaga qaramay qo'yibdilar-da, xullas. Sunnat deb uylanib oldi. O'zi namoz o'qimaydi deydi. Yigitali namoz o'qimas ekanlar. Sunnat deb uylanib olibdilar. O'sha birinchisini uylanamiz-ku. Sunnat ado bo'ldi, to'g'rimi? Shuning uchun sal ehtiyot bo'lib qadam bosinglar. Bu ular uchun qizil chiziqda bu. Mayli, endi bu savolga javob bermay qo'yaylik. Javobni o'zi olib olgandirsilar. Amin. Allohim Parvardigor hammamizni tavfiq va ibodatda hidoyatda o'zing bardavom qilgin.